HP Cargo'ga xush kelibsiz. Keling, yuk egalari Gurza Vladelic akkauntini ko'rib chiqamiz. Menyumizda главный poisk, maxsus qidiruv, разместить yuk e'lonlari va profil. Главныйda barcha yuk mashinalar e'lonlari keladi. Maxsus qidiruv. Siz yuk egasi sifatida foydalansangiz, qidiruvda mashinalar qidiruvini amalga oshirasiz. Eng asosiysi e'lon berish. E'lon berish ikki xil usulda bo'ladi. Tezkor e'lon va kengaytirilgan e'lon. Agar sizda yuk bor, tezkor e'lon bermoqchi bo'lsangiz, misol uchun Toshkent, O'zbekiston, Astana, Qozog'iston qo'yamiz. Bo'ldi, yukingiz joylandi. Uje Toshkentdan Astanaga yuk qidiruvchilar uchun sizning yukingiz aktualniy va ko'rinadi. Keling, kengaytirilgan qidiruv bo'yicha e'lon berib ko'ramiz. Misol uchun Toshkent, Termiz. Radius nega kerak degan savol. Ushbu parametr orqali sizga mos yuk mashinalarini topib beradi. Ya'ni Toshkentdan 100 km radiusda, Termizdan 100 km radius. Data bugun 24 soat ichida eng aktualniy bo'lgan mashinalarni topib beradi. Bu ham qidiruv parametri uchun ishlaydi. Yukingizni ob'yomi 23 metr kub, og'irligi 22 tonna. Qachon olib borish kerak? 7-kuni olib borish kerak. Narx $300. Nomer zaявкani qo'yishingiz mumkin, tovaringizni kiritishingiz mumkin va tip gruza yoki tip mashina. Tentovka, reefer, zernovod istalgan o'zingizga mosini qo'yib e'lon berishingiz mumkin. Va kontakt orqali telefon raqamingizni belgilashingiz mumkin, telegramingizni belgilashingiz mumkin yoki elektron pochta va shu qatorda siz boshqa nomer qo'yishingiz ham mumkin va publikovать. Keling endi profilga o'tamiz. Profilda bir qator sozlamalar mavjud. Akkaunt egasining sozlamalari, kompaniya informatsiyasi, kompaniya ma'lumotlari, sizning kompaniyangiz ostida kimlar ro'yxatda o'tgan, kommentariy berish imkoniyati bor. Oplatalaringiz bo'yicha siz e'lon qilgan mashinalar mana bu yerda chiqib turadi. Слово и confidentialность va yordam bo'limi. HP Cargo juda oson va qulay.